Turkiyadagi ikki o'zbek yigitining sarguzashtlari haqida gapirmoqchiman do'stlar. Eldor Shomurodov Turkiya chempionatida gol plus pas tizimida yetakchilik qilmoqda. U so'nggi 8 ta o'yinda 8 ta gol va 2 ta assistni amalga oshirdi. Agar siz ham boshqalar kabi chempionat darajasiga shubha qilayotgan bo'lsangiz, shunchaki Eldor Shomurodovdan keyingi o'rinlarda turgan futbolchilarning nomlariga bitta e'tibor bering. Ularning qariyb barchasi yulduz futbolchilar hisoblanadi. Endi Abbosga to'xtaladigan bo'lsak do'stlar, esingizda bo'lsa, Abbos CSKA dan ketayotgan paytda rossiyaliklar aytgandi. Abbos CSKA dan boshqa jamoada o'ynab ketishi juda ham qiyin deyilgandi. Lekin mana ko'ryapmiz, Turkiya chempionatini Fayzullayev shunchaki portlatib, yondirib tashlayapti. Ochig'ini aytganda, Abbos bilan Eldorning o'yinlari odamni shunchaki havasini keltiryapti. Bilsangiz, Yevropada bir mamlakat vakillari bir jamoada to'p tepadigan bo'lsa, doim bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Buni ko'rib biz doim havas qilardik. Mana ko'ryapmiz, bizdan ham mana shunaqa futbolchilar chiqar ekan. O'z o'yinlarini ko'ryapsizmi? Abbos shunaqa chiroyli Eldorga oshiradi, Eldor esa gol urmoqda. Xuddi ular bir oila farzandidek, ya'ni akukadek to'p tepmoqda. Ular rostdan ham bir oila, ya'ni O'zbekiston farzandlari. Olg'a yigitlar.